Yaqinda Valberis Tojikistonga kirib bordi. Tojikistondagi ishlab chiqaruvchilarga va sexi bor deylik, ishlab chiqaradigan bir zavodi bor deylik, igrushka chiqaradimi, xos tovar chiqaradimi, mayka chiqaradimi, futbolka chiqaradimi, nevajno. Valberis kirib bordi. Xudo xolasa oyandada предпринимательlar uchun, biznesmenlar uchun, tovarni biznesga qiziqqan bolalar uchun xudo xolasa Valberis yaqin orada do'stlik beradi. Sizlar bemalol Tojikiston fuqarosi bilan Valberisda o'z tovaringizni sotsangiz bo'ladi do'stlar. Hozir eng zo'r vaqti Valberisga kirib olish kerak, sababi Tojikistonda hali uncha rivojlangan yo'q. Birinchilardan bo'lib sexingiz bormi, fabrikangiz bormi, ishlab chiqaradigan sexlaringiz bormi, o'zingizni brendingizni yaratib, Valberisga kirib turib, savdoingizni boshlasangiz bo'ladi do'stlar. Agar sizga ma'lumotlar kerak bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga telefon qilishlaringiz mumkin. Bizda Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lsalaring, barcha ma'lumotlarni berib boryapmiz.